Biza Qarshi shahridan o'g'lim Jo'rayib Javohir adenoid bezovta bo'lganligi sababli kelgan edik. 1-2 kun davolashdi, operatsiyadan oldin tayyorlashdi. Mana bizning baxtimizga Toshkentdan prezidentimiz tashabbusi bilan ezgulik loyihasi bo'yicha shifokorlar kelishdi. Rahmat shifokorlarga, juda ham operatsiya jarayonini juda ham yengil o'tkazishdi. Ona sifatida aytaman, juda ham xursand bo'ldik. Oilamiz a'zosi bilan birga, o'g'lim ham xursand, hammasi kelib ertalab ham xabar olib ketishdi. Kecha operatsiyadan keyin ham, oldin ham, hozir ham xabar olib ketishyapti. Yana bir qancha Toshkentga bora olmagan, qiynalishgan, shu kasallik bilan bezovta bo'lgan bemorlarga yordam ko'rsatishyapti. Bundan juda ham minnatdormiz. Mana Qarshi shahar aholisi ham o'sha qiynalib yurgan bemorlarga juda ham katta yordam bo'lyapti. Buni tashkil etgan prezidentimizga ham juda ham katta minnatdorchilik bildiraman. Mutlaqo bepul, hech narsaga pul to'laylar ham deyishgani yo'q. Hammasi vrachlar sharofati bilan doktorlarimiz omon bo'lsin, charchamasin. Juda ham katta rahmat aytaman. Rahmat.